Assalomu alaykum Lochinni kuzatuvchilari. Qarshi shahar dilerlik markazimizga Lochinni yangi yuk mototsikli yetib keldi. Yangisidan chiqqan. Bort razmerlari 280 ga 155. Mototsiklimiz 9 ballon. Ramalari usilin rama, motorlari 300 motor. Vilkasi 63 novi dizayn vilka. Mototsiklimiz 2,5 tonna yukka moslashgan. 2,5 tonna yukka moslashgan, lekin bemalol 3 tonna yuk bossalaringiz ham ko'taradi. Bokovoylarini ham bemalol ochib ishlatsangiz bo'ladi. Bokovoylari ham ochiladi. Shunchaki gap yo'q. Zo'r mototsikl. Naqdga, zakazga zakaz qilmoqchi bo'lsalaringiz, telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol zakaz, faqat zakazga chiqariladi. Faqat zakaz. Kim zakaz qilsa, telefon nomer qoldiraman. Bemalol telefonda bog'lanib xarid qilishlaringiz mumkin. 1000 ta klientim bo'lsa, 1000 tadan 999 tasi xuddi shunaqa ishlagan, qaysi kompaniyaligini aytmayman, lekin ishlagani Lochinni 300 motorini bosgan. 300 motor deb turib 5 tonna yuk oladi deb video chiqargan. Maslaga 5 tonna yukni maslahat bermayman. 5 tonna, 10 tonna yuk bossangiz ham ko'taradi, lekin motor 5 tonna yukni torta olmaydi hech qachon. O'sha uchun har qanaqa gaplarga ishonish kerak yo'q. 2,5 tonna bemalol yuk bosasiz, 3 tonna yuk bosasiz, bemalol o'ynab tortadi motor, zo'r, lekin 5 tonna yuk maslahat bermaymiz. Lochindan mana sizlarga yana bitta yangilik.